Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugun sizlar bilan birgalikda perspektiva faniga oid yana bir mavzuni o'rganamiz, birgalikda chizamiz. Prisma shakliga sun'iy soya berish uchun F1, F2 masofalarni aniqlab olish kerak bo'ladi. Men F1, F2 masofani aniqlash uchun shu yo'nalishdan foydalandim. Frontal holati, gorizontal holati. H chizig'imizni boshqa chizmalarda ko'rgan bo'lsangiz, H chizig'ini yuqoridan yuradi. Buni qaysi holatda olishingiz sizni ixtiyoringizda. Ko'rib turganlaringizdek, men berilish qismini hosil qilib bo'ldim. F larni topib, S nuqtalarini belgilab va bu yerda H chizig'imizni topdim va F1, F2 chiziqlarini topdim. P ni ham ko'chirib o'tdim va ikkita S nuqtamizni yuqorida va pastki qismda ham hosil qilib oldim. Endi chizmamizni chizish jarayonini boshlaymiz. Bizga kerak bo'ladi bir raqamimiz. Bir kani belgilab oldim. Endi bir kadan pastga to'g'ri chiziq chizib olaman. Chunki balandligini hosil qilib olishim kerak. Buni agar F'imiz yuqorida bo'lganda shu balandligi shundoq ko'chirilib o'tilardi. Biz sirkul yordamida chizib olamiz. Taxminan belgilayman. Shu qismni birinchi nuqtada belgilasak, soya hosil qilish uchun pastga ozgina tushirdim. Endi mana shu bir raqamdan yuqori qismini o'lchab belgilab olaman. 1.3 ga qo'ydim va 1 belgilab oldim. Mana 1 ga qo'ydim. Shu qism ikkinchi bir raqamimiz. Endi ikkita bir raqamimizni F1 va F2 tomon yo'naltiramiz. Ya'ni bilan birlashtirib olamiz. Endi ikkinchi raqamimizni bu qismda belgilab olamiz va yon qirrasini hosil qilib olamiz. Ikkinchi raqamni belgilab. P'dan 2 ga belgilaymiz. Va buni pastga tushiramiz, ya'ni mana bu chiziqqa. Xuddi shu holat 3-chi nuqtamiz bilan ham takrorlanadi. Uch nuqtamizdan pastga to'g'ri chiziq chizamiz. Endi biza 4-chi raqamimizni topishimiz kerak. Buni
2 raqamni F tomonga, 3 raqamni F1 tomonga yo'naltirgan holatda topib olamiz. Chiziqlarimiz o'zaro kesishib, 4-nuqtani hosil qildi. Sizlar bilan birgalikda prizmamizni ham perspektiv holatini chizib oldik. Endi bizning keyingi jarayonimiz prizmamizni sun'iy soyasini hosil qilish bo'ladi. Endi biza bir gorizontalni, 2 gorizontalni, 3, 4 raqamlarimizni gorizontalni hosil qilishimiz kerak. Buni qanday holatda biza hosil qilamiz? S yuqoridagi S raqamimizni birinchi raqam bu raqam bilan birlashtiramiz va bu qismni S raqamimiz bu bilan birlashtirib, ikkita chiziq bir-biridan kesishgan qismi bir H hisoblanadi. Birlashtiramiz. S1 bilan bir raqamimizni birlashtiramiz. Birlashtirib oldik. S nuqtamizni bir raqam bilan birlashtirdik. Endi mana bu S1 raqami astiga ikkinchi bir raqam bilan birlashtirib olamiz. Chiziqlar o'zaro kesishib hosil qilishdi. Bir H'ni, bir gorizontalni. Endi xuddi shu jarayon qolgan raqamlarda ham takrorlanadi. S bilan ikkinchi raqamimizni birlashtiramiz.
S raqami bilan ikkinchi raqamni ham birlashtiramiz. S harflarimizni 4 raqam bilan birlashtiramiz. Endi hosiltagan birinchi, ikkinchi, to'rtinchi raqamimizni birlashtirib olamiz. Ya'ni bizga soyani hosil qilib beruvchi chegara qismlar. Prizmamizning sun'iy soyasi mana shu holatda hosil bo'ldi. Endi buni chiqamiz. Bu qismdagi soya detalli uzunlik soyasi.
prizmamizni soyalarini hosil qilib bo'ldik. Bu prizma shaklimizni o'zini soyasi, bu yashil rangda ajratilgan esa prizmadan tushayotgan sun'iy soya, ya'ni biza hosil qilgan sun'iy soyamiz. Mavzuni yana bir marta takrorlasak, bizani bugungi mavzuyimiz prizma geometrik shakliga sun'iy soya hosil qilish edi. F2 va F1 masofasini hosil qilish uchun frontal, gorizontal holatda chizib oldim va F2, F1 masofani hosil qilib, shu hosil qilgan masofadan foydalanib prizma shaklimizni chizib oldim. Prizma shaklimiz bu qismdagi mana balandligi, mana ikkita bir oralig'idagi masofa, ya'ni balandlik, mana shu balandlik frontal qismdagi balandlik olingan. Qolgan hamma qismlari mana bu qismda o'lchab chizib oldik. Bu chizib olganda bir raqamni chizgandan keyin F ga va F1 va F2 ga yo'naltirildi. Ikki raqamni tushib, ikki qirrani, uch raqamni tushib, bu tomondagi uchinchi qirrani hosil qildik. To'rtinchi raqamimizni topish uchun ikki uchinchi raqamlarni qarama-qarshi tomonlarga, ya'ni F1, F2 larga yo'naltirib, to'rtinchi raqamimizni hosil qilib oldik. Prizmamiz shakli hosil bo'lgandan so'ng bizni keyingi ishimiz sun'iy soyani hosil qilish edi. Sun'iy soyani hosil qilish uchun yuqoridagi bir raqamga yuqoridagi S raqam birlashtirib chizdik, pastdagi bir raqamga pastki qismdagi S raqam birlashtirib, ularni o'zaro chiziqlarni kestirib bir H nuqtasini hosil qilib oldik. Ikkinchi H'da ham xuddi shu ish takrorlandi. S yuqoridagi 2 ga birlashtirib to'g'ri chiziq chizdim va gorizontaldagi S pastdagi mana bu qismdagi 2 ga birlashtirib 2H nuqtasini hosil qilib oldim. Mana bu qismda bizada 4-chi raqam mavjud. 4-chi raqam ham yuqoridagi S bilan, pastdagisi pastki S bilan birlashib, mana bu qismda 4H nuqtamizni hosil qilib oldik. Bugungi mavzuyimiz shulardan iborat edi. Mavzu tushunarli bo'lgan bo'lsa, xursandman. Barchangizga rahmat. Xayr salomat bo'ling.